Fast food biznesiga qiziqadiganlar, tadbirkorlar uchun ajoyib uskunamizni qisqacha obzorini qilib beramiz. Videoni ko'rishdan avval videomizga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Biz ketdik. Bu ko'rib turgan tosteringiz Turkiya davlatida ishlab chiqariladi. 20 tilimli Silver firmasiga tegishli Isigaz firmasini original tosteri hisoblanadi. Bu 220 tokka ishlaydi. Unaqa ko'p tok tortmaydi. Nollarni qizdirib berishlari juda ham ajoyib. Xo'p, buni 16 ta tilimligi bor, 20 tilimligi bor. Ya'ni 16 tilimligiga 4 ta, 20 tilimligiga 6 tagacha lavash bemalol ketadi. Sifatlari juda ham a'lo darajada, chidamli, mustahkam, biznesingizni rivojlantirishingiz uchun ajoyib uskunalar bizning kanalimizda. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Videoyimizga bir dona like bosib, kanalimizdan uzoqlashmang. Hali bundanda qiziqarli videolar oldinda.